Erkak kishini haqiqati shunaqa ekanki, agar u o'z ustida ishlamasa, o'qimasa, dunyoviy holatini yaxshilash sabablarini qilmasa, dinida mustahkam turmasa va go'zal xulqga ega bo'lmasa, bu loqaydlikdan zarar ko'radigan odamlar uni o'zigina emas, uni oilasi, ota-onasi, ayoli, farzandlari, ishchilari, umuman uni mas'uliyatini ostiga tushadigan hamma odamlar zarar ko'radi. Bizni erkaklar anglashimiz shart bo'lgan narsa, bizani yelkamizda boshqa odamlar uchun ham mas'uliyat turibdi. Xulqini chiroyli qila olmayotgan, hayotini tartiblolmayotgan, yaxshi pul topishga sabablarini qilishga erinayotgan yoki telefonda kun bo'yi qiz bola blogerlarga qarashdan o'zini tiya olmayotgan erkak "Men ota-onam uchun o'lishga ham tayyorman, oilam uchun jonimni ham berib yuborishga tayyorman" degan balandparvoz gaplarni aytishdan uyalish kerak. Birodar, Alloh siz bilan meni yelkamizga mas'uliyat yukladi va siz meni hozir kuzatib turgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizni oilangizga, ota-onangizga, ayolingizga, farzandlaringizga kerak bo'lgan narsa bu sizni haqiqiy musulmon erkak bo'lishingiz. Siz ular uchun xohlagan vaqt o'lishga tayyorligingizni eslatib turish emas. Agar siz Alloh uchun sizni bo'yningizga yuklangan mas'uliyatlarni chiroyli ko'rinishda ado etsangiz, bu degani siz diningizda mustahkam tursangiz, xulqingizni chiroyli qilsangiz, har doim izlanishda, ilm olish yo'lida bo'lib, oilangizga chiroyli namuna bo'lib bersangiz, ular shundoq ham bilishadi siz ular uchun nimalarga tayyorligingizni. Lekin kuni bilan bekorchi vayner, blogerlarni ko'rib o'tirsangiz, qizlarga qarayapsiz internetda, subhanalloh. Sabablarni qilish yo'q, u narsa o'rganish, ilm olish, chiroyli namuna bo'lish yo'q. Har kuni bilan to'xtamasdan qaytaring, bu balandparvoz gaplaringizni sizga ishonishmaydi. Ingliz tilida bitta gap bor-ku, talk is cheap, show me the action. Gap arzon narsa. Amalda ko'rsat. Sizga va o'zimga eslatma. Amalda erkak bo'linglar, gapda emas. Allohu a'lam.